Qozondagi kolxozchilar bozoridamiz. O'sha kolxozniy rынок deb qo'yadi. Mana shu yerda o'zimizda namanganlik bolalar savdo qiladi. Namangandasizlar aka? Ha, Allohga shukr. Kiloslar qanaqa aka? Kiloslar aka bunisi 500 so'm sotyapti. Bunisini 650 so'm ekan buni. Bu yil aka kачествоsi qanaqa? Kiloslar. Sifat. O'zgarish bor ekan. Oldingida o'zgarish bormi? Bor. O'tgan yili maydaroq edi. Yaxshi ekan. Kerak a? Pishganligi nimasi qanaqa? Yo'q aka. Ana o'qlanishlar bo'lyaptimi yo'qmi? Yo'q, O'qlanish yo'q hozir. Sizlarda chiqmadi. Salomat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'ringlar nech pul ekan aka? 600. 600 so'm. A giloslarcha? 1000. A tagi yaxshi chiqyaptimi? Sifat yaxshimi? O'tgan yilgidan farqi bormi bu yilgi nimalarda? Sifat. Bir xilda? Ular qo'li o'rganib qolgan. Uraveradi deysiz. Uraveradi.